Mana navbatdagi shohona kaptar katagimiz tayyor bo'ldi. Bu katagimizning razmeri, uzunligi 2,5 metr, eniga общий 180-160 atrofida. Balandligi esa 2,20-2,10 atrofida. Katagimizning tepalari saydin qilingan. Oldi o'stirmalari, led lampalarini qo'yib o'tilgan. Eshiklari ham mana katta, har qanday 150 kiloli odam ham kiraveradi, ko'taraveradi ham. Gnizdovlar soni hop 40 tadan ortiq. O'rtada bitta parlash xonasi bor. Tepasiga stiklavatorlar qo'yilgan, issiq sovuq o'tkazmaydi. Setkalari har doimgidek yaxshi setkadan qo'yilgan. Katagimizning ikkita chetiga kaptar kirib chiqish uchun porchkalarni o'rnatib o'tkazilgan va pastidan ham bitta porchka qo'yib qo'yganmiz. Setra juvona kaptarlar uchun. Katagimizda nikkellari juda chiroyli terilgan, vodostoykalari. Tepada bitta kattagina gullari, bezaklari ham juda joyida, yo'llari MDF, oldilari MDF. Yaxshi materialdan bo'lgan, juda baquvvat. Kimgadir qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.